Assalomu alaykum qarindoshlar. Men ba'zilarning fikri bo'yicha va xat shakli, font cho'ngchilik kichik bo'lib qoldi deysizlar. Buni ham qanday tangshaymiz desak, men dastlabdimi buning sal diqqat qilmabdimi? Ammo u sil ko'rinmagidek darajada unda emas. Masalan, Assalomu alaykum qarindoshlar. ma o'ng tarafda ma settingsni besib machliqchaqni. Ma qualityni men shunga süzük qilib ishlatiman. 1080 dan yuqori tangshanglar. Uningdan kichik bo'lib qolsa, siz ko'rolmaysizlar. To'g'ri surtong lastimi yoki unutmadim. Bu xat ko'rinmagidek darajada emas. Biz variable'ga, ya'ni yoki mouse ya bo'lsa, YouTube'da men cho'ngayt qilib bo'ldi. Cho'ngaytib, yangi bir kichikiltib qilib bo'ldi. yangi bir fayl. Men buni ishlaganda 4K bassam bo'ldi. süzük ishladim. Bu bek cho'ng sig'im bu. Variable Buni chekit Pythonning shunday tanishib qilinglar. Anandaki men 8-darsda biroz cho'ngaytdim. py. Anandan keyin 16-darsda texmo Java'ningdek cho'ng qildim. Biz masalan Hozir 16 dars singilinib bo'lg'achqa men qaytadan buni ishlashga vaqtim chiqmaydi. Ya'ni shu tangshab süzüklikda. Qilsanglar kichik chiqib qolmaydi. Ko'ra olasiz, aniq ko'ra olasiz.